Assalamu alaykum, nur yüzlük, güzel, kichik do'stlarim. İzchilar qanliga xush keldinglar. Qandaq ahvolinglar? Yaxshi turdinglarmi? Yaxshi turganliginglardan nihoyat xushal bo'ldim. Menmi? Allohga cheksiz shukri. Menmi yaxshi turdim? Rahmat sizlarga. Suyimlik payg'ambarimizning hayotini taqozolik bilan kutgan edinglar. Sizlarni ko'p saqlatmay. Tayyor bo'ldinglarmi? Boshladik amsa. O'tganki bölümümüzde Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam Medine'ye beriş üçün yolga çıqqan edi. Yine de kim var idi balalar? To'g'ri, barikallah sizlarga. Yine de yaqin do'sti Hazreti Abu Bakr bar edi. Abu Cehil Peygamberimizni tutib berganlarga qancha tugi beraman degan edi? To'g'ri, to'g'ri 100 tugi beraman degan edi. Haqiqatan ko'p tugi. Shundaqmi balalar? Amma Allah'ның yardımı bilan kichik bir o'mchik to'ri va kaptar uls orqali bu qiyinchilikdan qutulgan edi. Bu bölümde bo'lsa payg'ambarimizning salomat Madinaga yetib berib, u yerda nimishlarni qilganligi to'g'risida so'zlab beraman. Suyimlik payg'ambarimiz Madinaga berish uchun bir to'g setib oladi va ismini Qasva deb ataydi. Hazreti Abu Bakr'mo bir tüg setib olgan bo'lib, ikkisi birga yo'lga chiqadi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom hijrat safarining tunji bekiti bo'lgan Quba kentiga yetib keladi. Payg'ambarimiz Quboda turgan kunlarda bir masjid soladi. Bu islomda tunji qurilgan mashhur Quba masjidi edi. Payg'ambarimiz va sahobalari Qubodan Madinaga qarab yo'lga chiqqan kuni juma kuni bo'lib, tush vaqti Ranuna vodisiga yetib borganda namoz vaqti kirib qoladi. U yerda musulmonlarga juma namozi farz bo'ladi hamda tunji juma namozi o'qiladi. Payg'ambarimiz namozdan keyin takror Madinaga qarab yo'lga chiqdi. Bu jafoliq va qiyin safar edi. Uning ustiga Makka bilan Madina, ya'ni Yasribning orasi dal 480 kilometr uzunlikda bo'lib, nayt uzun bir yol idi. Suyimlik Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam ve seferdishi Hazreti Abu Bakri bütün qiyinchiliklarni yengib Medine'ye yetib keladi. Kunlardır musulmonlar öylerining o'g'isida, xurma darxining ustida uning kelishini to'rt ko'z bilan kutayotgan edi. Kech kunduz uning uchun Allohga yig'lab duo qilgan edi. Oxiri nur yuzlik Peygamberimizning kelginini ko'rdi, hayajon ichida. "Ey Madinaliklar, Peygamberimiz keldi, Muhammed kelyotidi" deb tovlashdi. Cho'ng-kichik, qari-yosh bolalarning hammasi uni qarshilish uchun top-top bo'lib yugurdi. "Assalomu alaykum ya Rasululloh" deb salom berdi. "Xush keldingiz ya Rasululloh" dedi. "Şehrimizni şereflendirdiniz ey Allah'ның elçisi. Hoş geldiniz" dedi. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam tügisi Qasva bilan shaharga kirdi. Madina shunchalik xushal, shunchalik hayajon ediki, u shaharga kirganda hammamiz yaxshi ko'rib aytadigan, anglaydigan neshitni o'qishga boshladi. Resulullah tolun aydek çeçip nur, şeref ekeldi Medine'ye, köp itayla Allah şükür, hoş geldin ya Resulullah. Musulmanlarga makbul ushbu dinni, Resulullah ilip geldi Hudadan, hoş geldin Medine'ye, nur yüzlük ya Resulullah. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ı intayin xushal idi. Balalar derhal çöğrüsüge yığıldı. "Seni pek yaxşı görümüz" dedi. "Seni pek yaxşı görümüz" dedi. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam, "Allah qalbimni biladi ki men sizlarni intayin yaxşı görmen" dedi. Suyimlik Peygamberimiz balalarni bek yaxşı ko'ratdi. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ni
hammaylandagidek o'zining uyiga taklif qilyotdi. Hech kishimning ko'nglini yerim qilishni xohlamagan payg'ambarimiz tugisi qasvani ko'rsatib, yo'l beringlar, u xohlagan yeriga borsin, ketadigan yer uningga ko'rsatildi, dedi. Uningga Jibril alayhissalom yo'l ko'rsatayotgan edi. Qasva Madina ko'chalarida aldirmay mengib, Say va Suhayl otliq ikki yetim bolaning bo'sh bir bog'chisiga cho'kib o'ltirdi. Payg'ambarimiz bu bolalardan bu yerni setib oldi. Shunday qilib, bu yerga ham uy, ham masjid silishga boshladi. Payg'ambarimiz va musulmonlar bu yerda xushal-xuram ishlashga boshladi. Shunday qilib, hammaylarning tirishchanlik ko'rsatish natijasida masjid bitgan edi. Masjidning yonida ikki uy silingan bo'lib, bu payg'ambarimizning oilasi uchun edi. Masjid 4 taraflik shaklda bo'lib, 3 eshigi va mihrobi bor edi. Masjidning iti Masjid Nabaviy, ya'ni payg'ambar masjidi deb ataldi bolalar. Shunday qilib 5 vaqt namozni musulmonlar jamoat bo'lib o'qiy oladi. Payg'ambarimiz masjid silishni nima degan muhim bilgan ha bolalar? Chunki musulmonlar har namozda masjidlarda jamoat bo'lib namoz o'qib, bir-biri bilan texmi yaqin, texmi mehr muhabbatli o'tadi. O'maq do'stlar, payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom hijrat qilganiga saq 18 oy bo'lgan edi. Oylardan Şaban edi. Ulug' Alloh Baqara surasining 183-oyatida: "Ey mu'minlar, gunohlardan saqlanishinglar uchun sizlardan ilgirkilarga ro'za farz qilingandek, sizlarga mu Ramazon ro'zasi farz qilindi", dedi. Shunday qilib, Ramazon oyida ro'za tutish farz qilindi. Yilda musulmonlar Ramazonni hayajon bilan kutib oldi. Bizmi bu yil Ramazonni nihoyat hayajon bilan kutib oldik-ku? Shundaqmi bolalar? Mehribon Alloh oldimizdagi yilmi Ramazon bilan sog'-salomat ko'rishga nasib qilsin. Shuningdan keyin Yasrib payg'ambar shahri, ma'nosi kelgan Madina deb ataldi. Islom dinining Madinada kundan-kun gullanayotganligini ko'rgan Qurayshlar musulmonlarga nisbatan texmi dushmanlik qilib, har tarafdan hujum qilishga boshladi. Hijratning 2-yili, ya'ni milodiy 624-yili Quraysh mushriklari bilan musulmonlar orasida keng ko'lamda Badr jangi yuz berdi. Bu jangga qatnashgan musulmonlarning soni 300 atrofida bo'lib, dushman tarafning, ya'ni Qurayshlarning soni 1000 atrofida edi. Ya'ni Quraysh mushriklarining soni musulmonlardan 3 hassa ko'p edi. Qilich, ot va tugilardimi musulmonlardan kuchli edi bolalar. Bu urush Badr deb atalgan quduqning atrofida yuz bergachga Badr urushi, ya'ni Badr g'azoti deb atalgan. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom va musulmonlar Allohning yordami bilan bu urushda g'alaba qilgan holda Madinaga qaytgan edi. Madinaliklardan nurg'un kishi musulmon bo'lgan edi. Yengilganiga tan bermagan Quraysh mushriklari yana davomli urush uchun tayyorlanayotdi. Badr jangidan keyin Uhud jangi, Xandak jangi, Bani Qurayz jangi qatorliq cho'ng kichik urushlar yuz berdi. Bu urushlarda musulmonlar haqiqatan botirlik ko'rsatdi hamda payg'ambarimizni jon jahli bilan qo'g'didi. Mehribon Alloh payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom va orqaga agashgan sahobalardan rozi bo'lsin. Bu bölüm shunday qilib mush yerda tugidi. Barcha umoqlarning astoydil anglagani uchun rahmat aytaman. Keyingi son programmamizni ko'rishgacha sizlarni Allohga topchidim. Xushvaqt bo'linglar. Gül Ahmedim, canda canan Muhammedim, kurban bulsun canım tenim, yollarınga Gül Ahmedim, Gül Ahmedim, Gül Ahmedim, canda canan
kurban bolsun canım tenim, yollarınga gül Ahmedim.